kelganlarga uyini, molini berib yordam bergan madinalik ansorlar biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota-onangiz esingizdan chiqib qolmasin. Payg'ambarning orqasida iqtido qilib namoz o'qib, jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi. Onani, otani rozi qilganmi? Ota-onani norizo qilgan bo'lsa, ularni u ibodatiga Alloh nazarini tashlamaydi. Ya Rabbi, dunyodan o'tgan onalarimizni, otalarimizni rahmat qilgin. Hayotlarini, umrlarini uzoq qilgin. Xizmatlarini qilib, qo'limizdan kelgancha duolarini olib, bu dunyo azizligida va oxirat azizligida bo'lishligimizni